Merhaba, assalomu alaykum hammaga. Bugun prinsip bilan davom ettiramiz. 4-prinsipga keldik. Xo'p, bugungi prinsip sal seryozniylar prinsip. Buni oti Metsuki Sutemi. Ya'ni Yaponlarda samuraylar degan odamlar bo'lgan. Mana shu samuraylar degan jangchilar mana shu fikrlash, ya'ni prinsipni o'zlari uchun kashf qilishgan. Metsuki Sutemi, ya'ni Metsuki Sutemi degani oxirigacha borish holati. Ular kim bilandir jangga chiqsa, mana shu Metsuki Sutemiga amal qilishgan. Ya'ni ular oxirigacha borishgan. Ular harakat qilaverishadi, xato qilaverishadi, farqi yo'q. Lekin ularni to'xtatadigan yagona narsa bu o'lim. Ya'ni o'lsa keyin to'xtaydi. O'lguncha harakat qiladi. Bor kuchini sarflaydi. Raqibini yengsa yengadiki, lekin yengilish unda o'lim bilan tugaydi. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Ularda shu prinsip bo'lgan. Ya'ni bu prinsipni yaponlar o'zlariga boshqacha qilib, ya'ni boshqa hayotda jabhalariga prinsip olishgan. Ya'ni qanaqa holatda desangiz, siz maqsad qo'yasiz va birorta ishni qilasiz va u ishni qilishda siz Metsuki Sutemiga amal qilasiz. Ya'ni oxirigacha borasiz. Ya'ni natija qilguncha to'xtamaysiz. To'g'ri, xatolar qilasiz. O'zi bizni to'xtatadigan narsalar bu xatolar bilasiz. Xatolar qilasiz. Xato qilasizda, bu o'xshamasa ketadi, tashlab ketasiz. Lekin yaponlar shuni biladiki, xatolar bu jarayondagi oddiy jarayon. Jarayondagi oddiy bir qadamlar. Yaponlar shuni bilgan holatda Metsuki Sutemini juda ham foydali deb bilishadi. Va hech qachon yengilishmaydi. Xato qilishadi, o'xshamaydi. Yana qilishadi, o'xshamaydi. O'xshaguncha bor kuchlarni sarflashadi. Qachon to'xtashadi? Ular o'lsa keyin to'xtaydi. Ya'ni o'lsam to'xtayman, o'lmagunimcha mana shu narsani o'xshataman. Shu prinsip bilan yaponlar juda ham ko'p muvaffaqiyatlarga erishyapti. Ya'ni bu prinsip ulardan, ajdodlaridan meros bo'lib kelgan, ya'ni samuraylardan. Xo'p, asosiy liderlar uchun, asosiy erkaklar uchun bu prinsip juda ham kuchli prinsip. Chunki juda ko'p inson hayotimizdagi zaifligini orqasidagi eng dolzarb narsa bu bitta ish qiladi, shuni tashab qo'yadi. Ya'ni o'xshamaydi, tashab qo'yadi. Bo'ldi, men uchun emas ekan, men o'xshata olmadim deydi. Lekin oxirigacha, ya'ni 4 marta qaytarib ko'rishni xayolga ketkizmaydi. Ya'ni KPI qo'ymaydi o'ziga. KPI degani bir raqam qo'yasiz. Mana shu raqam bo'yicha bor kuchingizni sarflab shu raqamga yetkazasiz. Bor harakatingiz qilasiz. Misol uchun 100 marta harakat qilaman. Agarda 101-ta o'xshamasa, bu tashlab yuboraman degan narsa. Xo'p, nima demoqchiman? Siz lidersiz, agar erkak kishi bo'lsangiz. Siz oila boshlig'isiz. Siz orqangizda juda ham ko'p insonlar turibdi. Siz to'xtasangiz, bitta maqsad qo'yasiz. Agarda amalga oshmasa, siz to'xtasangiz, siz orqangizda turgan ko'plab insonlar ham to'xtaydi. Erkak kishi lider bo'lib tug'iladi. Kimgadir boshliq bo'ladi. Kimidir egasi bo'ladi. Shuning uchun nima qilish kerak? To'xtamanglar. Shunchaki Metsuki Sutemini prinsip olinglar. To'xtamanglar. O'xshamaguncha urininglar. O'xshamaslik bu sizlarga o'limga teng bo'lsin. Ya'ni o'lguncha harakat qilinglar. Sog' bo'ling.